qarshi holati. Moshlar bilan sekin ustiga bosqi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Tayyormisiz? Uchinchi asosiy kelgan paytimda hammamiz birgalikda qarshi olamiz. Shunda men yetishgan bilaman. Yana akalar qarshi cholishiga esdan chiqmasin. मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा. U tomonga o'tib ketib qolmaydi. Lekin polvonda ham bo'lsa, bitta martigitning quvvati bor. Lekin xalqimning ovozi bilan qarshi bo'lsa, 20 ta yigit quvvat keladi, borma qarshi. गुजर रही गाड़ी. ये देखिए. Voy mas bitta ovozi bilan qarshi. ये देखिए. O'chirimizga nima bo'ldi? Doktor bormi? Banisa bormi? Bitta ovozi bilan qarshi bormi? अभी गाड़ी. Gilamni sirqalib ketyapsan-da, ukajonim, men turban yoniga kelib olgin. Shoshilma. ये देखें. दुआ करने लगे. ये देखिए अल्लाह से. ये सब भी. ये हमारा लोग. Agar malol kelmasa 2 daqiqaga shuni o'tirib qo'yingiz, bir duoga o'tsin. Gastrol safarlarda ko'p yuramiz. Ba'zi bir joylarda tomoshani qo'yib olgandan keyin aka, qo'lingni bir duoga ochgan otang bilan onangni haqqiga duo qilaman desam, mana bunday tomoshlarda ko'rishga vaqti bor-ku. Duoga kelgan paytda sekin teskari qarab olishing. Bo'lmasam yondagi sherigi bilan gaplashtiradi. Bo'lmasam qo'lini bundoq qilib girib qo'yish. Lekin oramizda ham bor. O'sha qo'lini duoga ochmagan insonni ham Allohning guvohligida duo qilib o'taman, otasini, onasini martabasi